Assalomu alaykum qadrdonlar. Tayyor banki bor. O'zim sekin olitorlardan to'lab yuraveraman degan obunachilar uchun Nexia 3 2019-yil holatlari anchagina svejiy bo'lib turibdi. Narxi naqdga ham arzon, bankka davom ettirib ketishga ham arzon. Biz bankka mashina sotmaymiz, bank targ'ib qilmaymiz, lekin bunaqangi hali bankni to'lolmay qoldim aka desa, shu egasini o'zida yana hali bironta aka davom ettirib ketishga reklama qilib beramiz qadrdonlar. Xo'p, xullas mashina 2019 194 km halol pok yurgan, mexanika holatda, holati anchagina yaxshi. Egalarning o'zlari nomlarida agar naqd pulga olaman degan akalar bo'lsa, general davenasam ham qilib berilaveradi, muammosi yo'q. Bankdan yopib berilaveradi sirazi. Mashinaning probegida adashib buzib, mashina probegi hech qancha emas ekan-ku. 175 ming ekan. Yaxshi, yomon emas menimcha. Instagramga buni bitta balandroq qo'yib qo'ygan probegini. Mayli. Opa. Motor holatlari ham zo'r turibdi. Masalan, holati ham anchagina yaxshi. Metan gazlarigacha bor. Ishlab turgan, rabochiy, haqiqiy yurib turgan mashina. Buni nimasini ishlab ko'rmadingizmi? Konseynerlarini? Endi vaqt keldi konseyner deyman, lekin hamma yo'g'i bor xudo xolasa. Menimcha holat yomon emas, to'rtta yaxshi yumshoq balonlari bor. Endi sizlarga bitta grafikini tanishtirib o'taman. Bitta laykni, podpiskani bosib, bizni kuzatishda davom etasizlar. Xullas, mashinaga bank olingan 5-yanvar kuni olingan ekan. Buni 4 oylik yopilgan 2.670.000 so'mdan bir xil 3 yilga olingan ekan. 36 oyga olingan, 36 oydan 4 oy yopilgan. Xo'p, 58 million bank olingan ekan, 95 million so'm qaytarib berish sharti bilan olingan ekan. Endi bu bank foizni kim qanaqa tushunadi, kim qanaqa tushunmaydi. Men borini boricha ko'rsatib o'tyapman xolos. Biz oddiy xalqdagi bloger. Xo'p, xullas 2.670.000 so'mdan davom ettirib ketalaman degan akalarimiz uchun 1.5 ming dollarga mashinani berib yuboriladi. 1.5 ming dollar oxirgi narxi. Shu egasini qo'liga berasizlar. Dokumentlarni bir-birlaringdan o'sha davernis, yozuv sozda video syomkalar qilib olib ketsalar ham bo'ladi. Yaxshi odamlar, hali birov aldaviy haqqini yeydigan bolalar emas. Egalarni taniymiz, taniganimiz uchun qo'yib beryapmiz biz ham qadrdonlar. Menimcha mashinaning holati ham anchagina yaxshi. Arqa oldilari butun, umuman bir mashina haqiqatan ham real hech katta udari yo'q, deflektorlar qo'yib qo'yilgan, chiroyli holat turibdi. Shunaqangisini mexanikasini sizlarga obunachilar bo'lsa, mana sizlarga 1500 dollarga Nexia 3 mashinasi oxirgi qo'lga tegishi. Agar naqd pulga olaman sizlaring 6200 dollarga naqd pulga beraman deyapti. Undan umuman kam yo'q deyapti. Bu mashinani o'sha paytdan naqd pulga 6700 ga baholab olingan mashina. Mashina ponni kraska emas. Bo'lsa bir shu ikkita joyida kraskasi bor, etbetlarda mayda juda petnolari bor, 20% ga hisoblab olingan o'sha paytda ham. Turgan dastlari Qo'qon 3 ko'prikda turibdi. Bu bo'layotgan, xudo xolasa keslaring bankda davom ettirib ketishga ham yoki naqd pulga ham berilaveradi. Naqd pulga 6200 dollar. Agar bankda davom ettirib ketaman deslaring 1500 dollar berasizlar, qolgan davom ettirib ketsalaring bo'ladi. Qadrdonlar, bosinglar bo'lmasa.